Men senlarni yeyman. Qayerdasanlar? Men senlarni ko'rmayapman. Qaydasanlar? Donsanlar? Yo'qsanlar? Qanasanlar? Ertalab soat 12:30 bo'lib ketibdi. Ertalab deyapman, obed bo'lib ketibdi-ku. Men nima qilib o'tiribman bu yerda? Hamma stop. Bu kim edi? Kim ishga shoshilib ketyaptimi, bratan? Qanaqa bratan bu? Tushunmadim. Qizamiq bo'lgan nima balo? Qayerdir yugurib ketdi. Mayli, balki hojatxonaga borayotgandir. Yo'q, unaqangi unaqa kecha bazm bo'lgan yo'q-ku, bazm bo'lish kerak edi shoshilib borish uchun. Xo'p, hozir men bilasizlar nima qilaman? Bilmaysizlar, o'zim ham bilmayman. Shuni sizlardan so'rayapman, qani nima qilayin ekan deb. Albatta ishga borishim kerak. Ya'ni ishga borishdan oldin ketmonni olib turib, mana bu yoqqa ham bir borishim kerak edi. Ya'ni polizga, atak polizni kecha tozalagandim. Jonimga tegib ketdi har kun tozalash. O'shaning uchun bugun tozalamay qo'ya olaman. Hozir do'konimga boraman albatta. Qayerda do'konim bor bilasizlarmi? Bilmaysizlar, nima bilmaysizlar. Bilishlaring kerak axir. Qurol do'konim bor mana bu yerda, o'zimniki emas. Ammo o'zim ishlayman. O'sha yoqqa borib hozir mazza qilib, damimni olib yotaman klient kelguncha. Klient bugun bilmayman ko'p keladimi, kam keladimi hali. Do'konda o'tirib bilsam bo'ladi. Bemalol qurollarni yangilari kelgan bir ikkitasini chang bosib artib qo'yish kerak. Jo'xa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xizmat nima kerak? Qaroqchi menga bitta zo'rroq qurol berib yuboring. Nima qilasan qurolni? Qaroqchi qishlog'imizda bir qizil g'alati maxluq paydo bo'libdi. O'sha odamlarga tashlanayotgan ekan. Bozorda himoyalamoqchiman. Qanday qizil maxluq? Bilmadim, shunaqa deyishyapti. Qizil maxluq deyishyapti. O'shanga qurol kerak menga. Ruxsatnomang bormi? Qanaqa ruxsatnoma? Ruxsatnomang bo'lmasa senga qurol bera olmayman axir. Xo'sh, hozir ruxsatnomamda elektronniy varianti bor, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Qani tashachi Telegramga. Ochib ko'ring Telegramingizda. Bo'pti, ochib ko'raman. Mana pullari. Bu pullar biroz kam-ku. Hadi kelishtirib berganingizda. Mayli. Bo'pti, tashab qo'ydim hujjatimni. Mayli unda. O'zingda qog'oz versiyasi bo'lganda juda ham yaxshi bo'lardi, lekin qog'oz versiyasi hozir izlab ko'ring cho'ntagimda. Yo'q ekan, bo'ldi, tashab qo'ydim Telegramingizga. Bo'pti. Yaxshi, mayli, qog'oz versiyasi bo'lmasa, onlayn versiyasi bo'lsa ham bo'laveradi. Qanday qizil maxluq haqida gapirdan ertalab ko'rganim, demak maxluq bo'lgan ekanda. Men kimdir? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa, nima gap? Qishloqda qanaqadir qizil maxluq paydo bo'lgan deyishyapti jitellar. Men ham ko'rdim ertalab yugurib yurgandi. Nima uchun, qayerdan kelib qolibdi? Sabab nima uchun kelgan? Sababi nima? Unaqa savollarni berib ko'rganim yo'q lekin maxluqchaga. Tushunarli, lekin odamga tashlanar ekan bu. Shunaqaga o'xshayapti. Unda nima qilamiz, janob mer? Xullas, hamma jetel o'zini himoyalash uchun qurol olishiga ruxsat berdim. Yaxshi ish qilibsiz. Menga klient ko'payibdi. Juda ham yaxshi. Senga qurol kerak emasmi? Kerak, hozir kirib olaman. Unda mayli, men do'konda kutaman seni. Yana o'tib ketdi, ko'rdingmi? Ko'rdim. Voy, yaramas. Bu yoqqa kel, mendan ko'rasan hozir. Voy, qochyapti-ku. Qanday o'taman buni? Ablah. Qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Qayergadir yo'q bo'lib qoldi-ku. Voy, yaramas. Qanaqa maxluq edi bu? Jetel, maxluqni ko'rdingmi? O'zi o'laman deb turgan ekanda. Men prosta bitta chetkani bo'lib qoldi. O'zingizlar ko'rdinglar, men aybdor emasman. Xo'sh, yaramas maxluqni ushlab turib yo'q qilmasak, qishloqlarga agar odamlarga tashlanadigan bo'lsa, juda ham xavfli ekan. Jetel, senga qurol kerakmidi? Kerak. Unda albatta hujjat va pullaringni olib kelgin. Hujjatsiz ham olishga ruxsat berdi-yu janob mer. Unda pulingni olib kel. Bo'pti, uyimdan olib chiqaman pulimni hozir. Mayli. Tak, endi kutamiz klientlarning kelishini. Lekin iloji boricha o'sha maxluqchani o'zim yo'q qilishga harakat qilib ko'raman. Qaniydi tezroq yo'q qilib yuborsam juda ham yaxshi bo'lardi. Tak, menga endi bu qurollarni narxi biroz ko'tarishimga to'g'ri keladi. Sababi esa klient ko'paygandan keyin sotib olish kerak-da hammasini yaxshi narxga. Lekin sal insofsizlik ham bo'lib qoladi-da. Mayli, hozir insofsizlik bo'lsa ham qimmatroqqa sotib yuborayin. Daromad yaxshi bo'ladi muhim. Mana qurolni ko'ryapsizlarmi? Snayper. Bu snayperni o'zim bilan olib yurganim ma'qul, chunki agar o'sha yaramas maxluqcha kelib qoladigan bo'lsa, yana snayper shuni sirraz olib turib tirs yo'q qilib tamom. Uzoqdan ko'rib ursa ham bo'ladi-da, u yaramas qochishga ulgurib qolmasligi kerak. Xo'p, endi klientlarni kelishini kutib turaman. Klientlar kelsa hammasiga bitta qurolchani ildirib, yana yaramas jetelni quvib kelyapti. Men ham kiray, iltimos. Kir. Yaramas. To'xta, yaramas. Hozir men buni tutib olaman. Yaramas. To'xta deyapman men senga. To'xta. Bu namchidek yuguradi bu. Kattaligini qaranglar. Ulgura olmadim. Mayli, keyingi marta. Qanday jetel? Seni nima uchun quvdi? Nima uchun qo'shib mumkin? Axir yemoqchi bo'lganda.
seni qanaysiga yeydi? Sen o'zi ozg'insan. Seni yalab qaytishi mumkin, lekin yeya olmaydi. Menga qurol ber, mana pulni olib turib. Ha, bo'ldi, hozir mana sabr qilib tur. Sabr tagi sariq oltin. Tushundingmi? Mana shular quroling va o'q-dorilaring. Ha, bo'ldi, rahmat senga Jo'xa. Arzimaydi, faqat qara, noto'g'ri joylarni otib qo'yma. Mayli, o'zim bilaman. Ha, o'sha hammasi o'zim bilamanga o'tyapti janob mer ruxsat bergandan beri. Lekin hujjati yo'q, nima bo'lganlarga hujjati yo'q sifatli, hujjati yo'qlarga qurol berish noto'g'ri fikr, tamom. Ortiqcha qanaydir gaplar qo'shib yuboryapmanmi, bilmayman. Miyamda shu kelgan random so'zni aytib yuboryapman. Nimaga bunaqa qilib qo'ygan bilasizlarmi? Ko'p video olishni oqibati. Kuniga 4 ta 5 ta video olyapman. Miyam o'sha ta'tilga chiqish, janob mer. Ha, menga ham qurol ber Jo'xa, tezlash. Ha, sizga nimaga? Meni quvdi hozir. Seriozna? Ha, seriozda tezlash, zo'rroq qurol ber. Oson, yengilroqdan iloji boricha. Bilasan, belimda kirisham bor. Ha, bo'pti hozir janob mer. Mana pulini olib qo'y. Ha, bo'ldi, oldim pulini. To'xtang, men o'q-dori, qaysi o'q-dori tushishini ko'rib olayyin-da. Sizga 8 dona o'q-dori beraman, bo'ladimi? Ha, qancha ko'p bersang shuncha yaxshi lekin. Ha, mana aka, yengil qurol, bemalol xohlaganingizcha xohlasangiz ko'tarib yursangiz ham bo'ladi. Ha, bo'ldi. Antoshi, rahmat. Men esa borib o'shani o'ldirishga harakat qilaman, lekin iloji boricha o'zing o'ldirgin, chunki qishloqlarga tashlaryapti. Ularni kuchi yetmaydi. Faqat uni sen yo'q qila olasan. Ha, bo'ldi, menda snayper bor, tayyorlab qo'yibman o'ldirish uchun. Ha, juda ham sozda. Unda meni snayper olaymikan? Yo'q, snayper og'ir qurol, siz ko'tarib yura olmaysiz axir. Ha, to'g'ri, Girisham bor aytgancha. To'pponcha siz bo'lardi. Yo'q, to'pponcha kerak emas menga. Men shu bergan quroling yaxshi qurol ekan. Nomi nima edi? Nomini bilmadim. Ha, unda o'zim nom qo'yib olaman, Jamol deb. O, Jamol, yo'q, boshqacha nom qo'ying, Jamol o'zi qo'yib bo'lingan nomda. Unda nima deb ism qo'ysam ekan-a? Tak, hozir o'ylab olaychi. Gargamel deb ism qo'ysamchi? Yo'q, u ham o'zi bor ismda. Nima farqi bor? Gargamel deb nom qo'yaman. Bo'pti, sog'mi? Ha, tushunmadim. Qurolga Gargamel deb ism qo'ymoqchi. Ha, mayli, o'zi bilan xohlasa Bezbet deb ism qo'ysin, xohlasa boshqa narsa deb ism qo'ysin. Shu janob merni men Otasimovga o'xshataman. Qishlog'imizda doim shunaqa bosh odam bo'lib yuradi-da, doim. Obbo, mana bu yerda rasvosini chiqazib ketdi janob mer. Nima qilayin-a endi men bu yerda? Sozlab olish kerak. Qanday sozlayman? Eshik bilan zina topib kelishim kerak qayerdandir. Mana stulni qaranglar qiyshiq turganini. Ha, mayli, bu joyda tura qolsin. Lekin qandaysiga sozlashim mumkin? Qaysidir yaramas mod nima beryapti? Nima deydi? Короче, bug beryapti. Hozir eshikni mana shunaqa qilib yopib qo'yayin. Ana yaramas maxluq ana ekan. Hoy, yaramas, to'xta. Qayoqqa ketyapsan? To'xta dedim men senga. Hoy, yaramas, to'xta, ablah. To'xta deyapman. Yaramas, nima qochmoqchisan? Ha, bo'ldi, qochmayman endi sendan. Ha, tushunmadim. Nima deganing bu? Sen men bilan urushasanmi? Urushaman, ha? Unda yetib ol. Urushadigan qochadimi? Tentak, to'xta. Voy, yaramas, to'xta deyapman. To'xta. Sen men bilan urushasanmi deydi. Yana qochadi. Voy, tentak, erkak kishi urushadimi? Urushaman dedimi? Qochmaydi. Voy, janob mer uyga kirib ketdimi? To'xta dedim. Obbo, qayerga kirib ketdi? Qani, balkonga chiqib, qo'lga tushdingmi? Yaramas. Yo'q, uchishni bilasanmi? Sakragan ekan, uchmagan ekan. Qanaqasiga axir? Yaramas. Qani chiqib ketdi bu yerdan, tushunmadim. Qayoqqa ketdi? Ha, mana ekan. Yaramas, hozir mendan ko'rasan, JTlarga nega tegmayapti? Menimcha mendan qochgani uchun ham tegmayapti. To'xta deyapman, qo'y. Men seni qo'yib Nima dedi? Nos chekib olgan nima bola? To'xta, yaramas. To'xta deyapman. Yana qochib ketdi. Namuncha buni otish qiyin. Yomon tez yugurar ekan ama. Ha, bo'ldi, o'sha yo'qotib qo'ydim. Yaramas, qayerga ketdikina? Mayli, uyimda kutib turayin paka. Lekin yaramas qochib, erkak kishi urushaman dedimi? Qochmasligi kerak. Bu yerdagi divanlar axir qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Shu yerda turganda hozir. Obbo, kimdir olib ketibdi. Ha, mayli. Eshik qo'yib qo'yish kerak-da, shu uchun. Eshik bo'lmadimi? Tamom. JTlar o'sha o'g'irlikni boshlab yuboradi. Hozir uyimdan olib boramanmi eshikni yoki nimadir qilib, nimadir o'ylab topish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi bu holatda. Uyimda eshik bor edi, adashmasam. Zina yasash kerak. Tayyor eshik bor. Eshikni qo'yib qo'yaman. Zinani qanday qilsak bo'ladi? Zina kerak menga bitta. Tosh blokdan zina yasasam bo'ladi-ku, lekin 3 ta tosh menimcha yetmaydi. Yana 2 ta tosh kerak. 2 ta tosh kerak, yana 2 ta toshni qayerda olsam bo'ladi? 2 ta tosh. Ha, mayli, olib kelaman borib o'rmondan. O'rmondan emas, bu yerda qasdam ham chiqaveradi-ku, lekin shaxtadan olib kelish juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi esa hamma yoqda o'yib tashlagandan ko'ra bitta joydan teshib turib o'sha joydan doimiy tosh olish eng maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Xo'p, toshni olamiz va yana olaman. Bo'ldi, все. Menimcha yetsa kerak. Ko'p o'vordim.
Bu yerda qanaqa chuqur tushunmadim. Qanaqa chuqur bor bu yerda? Qanaydir chuqur bor ekan, mayli. Shu o'z holatida turaversin, bu yerdagi chuqur kimdir qazib nimadir ko'mib ketganga o'xshayapti. Menimcha, demak, qandaydir sasiydigan narsa ko'milgan ekan bu yerga. Menimcha musor tashab ketgan kimdir. Mayli. Lekin janomerga aytib bersam bor, adabini beradi, nimaga musor tashab ketding deb turib. Mayli. O'zi biladi, insofiga qara, insofiga bog'liq, insofiga qarasin deydi. Nima deyapman? Bu gapirayotgan gapimni voy tilim. Na ma'nosi bor, na mazmuni bor. Tushunyapsizlarmi? Tushunmayapsizlar, ko'ryapsizlarmi? Men sizlar uchun ko'p gapiryapman. O'shaning uchun ham gapiradigan gapimni tushunmay qolyapman o'zimga o'zim. Mayli, hozir tezroq olib borib mana eshik bilan zinani qo'yayim, bo'lmasa ana yaramas maxluqcha kelib turib hamma joyda bosib oladi. Keyin nima bo'ladi bilasizlarmi? Yetillar yo'q bo'ladi. Qishloqda bitta men qolaman, janob mer qoladi. Chunki janob merni hurmat qilgan holatda o'ldirmasa kerak, o'ldiramikan. Menimcha janob merga kuchi yetmaydi, yo'q. Kuchi yetadigan bo'lsa ham, janob mer uni xafa qilib qo'yadi. Ya'ni nima desam, qishloqda haydab boradi janob mer, chunki u janob mer. Janob mer bo'lgandan keyin xohlagan vaqtda qishloqdan haydashga haqqi bor, ya'ni huquqi bor. Men esa endi yana qurol sotish uchun kutib turaman. Kimdir klientlar kelsa juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, kutib turamiz. Qani, o'zi kech tushdimi? Sirasi kech tushdimi? Shu chiroqni o'chirdim deguncha kech tushadigan bo'lib qolgan. Ke urushasanmi men bilan? Urushaman, davay. Ke davay, men tutib olsang urushamiz. Voy, yaramas, to'xta. Sen bilan urushishim uchun axir seni yoningda bo'lishim kerak. Sen men bilan urushishing kerak, yaramas. Sen quroldan foydalanma, davay. Menda ham qurol bor. Qurol bilan otishamiz, davay. Senda ham qurol bormi? Davay, 1 2 3 ga otishamiz. Hozir mana 1 sen yaxshisi. Bo'ldi, men sanayman. 1 3. Otilmadi. Mayli, qaytadan sanayman. Sana tez sanasang. Hozir mana sanayapman. 3. Men bittada 3 sanab qo'ydim. Chunki 1 2 deb o'tirguncha meni olib tashlashim mumkin edi. Yaxshi, endi maxluq yo'q. Olam Guliston. Olam Guliston emas. Olam Sirdaryomi yo boshqa shaharmi, xullas, olamda. Qarochi, endi mazza qilib dam olsa bo'ladigan vaziyat bo'lyapti. Qarochi, uxladim. Hammaga xayrli tun, sog' bo'linglar.